Bu she'r 1999-yilda yozilgan. Real voqealarga asoslangan. Qishloqdagi qish. Erta tongdan o'chadi chiroq. Kech bo'lganda yonadi arang. Fursat o'tmay yana shu firoq asablarni qiladi tarang. Gaz kelganda suyundi onam. Quvonchlari cho'zilmadi hech. Kunimizga yarab turibdi bobomizdan qolgan o'tin pech. O'tinni-chi cham gapirmang, dov daraxtlar yig'lab yalanar. Bizga ham o'tin kerak deb yalinadi goho domkomlar. 3 oy bo'lar bor yo'q bu qish, 3 oy ortar tashvish yumushlar. Bahor kelsa boshlanadi ish, ko'rinmaydi bekorchi yoshlar.